Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'tgan darsimizdagi hadisni davomi 3 nafar g'orda bekilib qolgan edilar. Ikkinchilari aytdilar, bir amakimni qizi bor edi, uni juda ham yaxshi ko'rardim. Endi shu yaxshi ko'rganimdan uni taklif qildimki, men bilan bo'lgin deb. U bu yomon ishga, ya'ni zinoga u rozi bo'lmadi. Keyin bir yillar o'tib, qahatchilik bo'lib, uylarida hech nima qolmasdan kambag'al bo'lib, o'zlari muhtoj bo'lib qolgan vaqtlarida men oldimga yana keldi u qiz. Kelgan vaqtida men aytdimki, meni agar holi nima qilsam menga ijozat beradigan bo'lsang, senga 120 dinor beraman deb 120 dinor unga berdim degan joyga kelgan edik. Endi yana bir rivoyat bor ekan. O'sha ikkinchi rivoyatni o'qiymiz. Va fi rivoyatin falamma qa'adtu bayna rijlayha qalat. O'sha qiz endi o'zini ixtiyorini u yigitga topshirgandan keyin u yigit aytadi, qa'adtu, men o'tirdim ala rijlayha, ikkita oyog'ini o'rtasiga o'tirgan holatimda u qiz aytdi, ittaqillaha va la tafuddal xotama illa bihaqqihi. Sen Allohdan qo'rq. Mani benikoh bu ishga, masalan, qahatchilik bo'ldi, bunaqa ochlik bo'ldi deb mani bunaqa nima qilmagin. Allohdan qo'rqqin. Bu muhrni haqqi bilan ochgin. Ya'ni nikoh qilib olgin. Mani bu zinoga nima qilmagin, Allohdan qo'rqqin deganda, endi shu vaqtida men uni juda ham yaxshi ko'rardim. Shu vaqtida taraktu zahaballazi ataytuha, o'sha 120 dinorni ham qo'ydim, ham o'zim undan yuz o'girib shu ishni qilmadim. Ey Parvardigoro, agar mana shu qilgan ishim sen rizoliging uchun bo'lgan bo'lsa, sendan qo'rqib, shu ittaqilloh deganda sendan qo'rqib shu ishni qilmasdan, oxiratni o'ylab, seni azobingdan qo'rqib shu ishni qilmagan bo'lsam, shu amalimni vasila qilaman ey Parvardigoro, bizga bu tosh balosidan bizga najot bergin dedilar. Afarrij anna ma nahnu fihi. Biz mana shu g'orda bekilib qoldik, shundan bizga najot bergin. Fanfarajati sahratu g'ayra annahum la yastati'un al-khuruja. Keyin ozgina yana tosh qimillab ochildi-yu, lekin ular chiqib ketishliklarini iloji yo'q edi. Aqala salisu, uchinchilari, 3 kishi edilar bular. Uchinchilari aytdilar, Allohumma inni istajartu ujara'a fa'ataytuhum ajrahum g'ayra rajulin wahidin tarakallazi laysa va zahaba va sammartu ajrahu hatta kasurat minhul amval. Uchinchilari aytdilarki, ey Parvardigorim, albatta men istajartu, ya'ni ijara, ya'ni korgarlarni uyimga olib kelib ishlatdim. Ularni ajrlarini ularga berdim, ya'ni korgarlarni pulini berdim. Lekin bir odam shu navbatda turib pulini olmasdan shoshilib ketib qoldi. Uni pulini fasammartu ajrahu, uni sarmoya qildim. Uni pulini sarmoya qilib shuni ko'paytirdim. Hatto kasurat, hatto ko'paydi. Undan ko'p mollar bo'ldi. Faja'ani ba'dahin, necha yil o'tgandan keyin u odam keyin meni oldimga keldi. Aqala ya Abdulloh, aytdi, ey Allohning bandasi, addi ilayya ajri, men seniga ishladim, korgarlik qildim bir kun. Keyin pulini olmasdan ketgan edim. Endi o'shani ajrini menga bergin, o'sha haqqimni menga bergin dedi. Faqultu kullu ma tara min ajrik. Mana shu qarab turgan, ko'rib turgan narsalaring hammasi seniki. Sana o'sha ish haqqing.
Shunda minal ibli val baqari val g'anami val raqiq faqala ya Abdullah la tastahzi bi. Mani istehzo qilma, mani masxara qilmagin, menga o'sha ajrimni pulini bergin xolos deyapman. Nimaga meni masxara qilyapsan? Dedi. Unga aytdilarki, faqultu la astahzi'u bika. Men seni masxara qilayotganim yo'q. Fa akhadahu kullahu wastaqahu falam yatruk minhu shay'an. Masxara qilayotganing yo'qmi? Shular menikimi? Ha, meniki. Ha, bo'lmasa deb tuyani, o'sha molni, qo'yni, echkilarni, o'sha kanizlarni yetalab ketdi. Lekin bittasini ham ha shuncha xizmat qilibsiz deb menga qo'ygan bas. Shu qilgan ishim seni rizoliging uchun bo'lgan bo'lsa, shu qilgan amalimni vasila qilaman. Bu tosh balosidan bizni masalan najot bergin dedilar. Allohumma in kunta fa'alta zalika ibtigha wajhik fafruj anna ma nahnu fihi. Ey Parvardigoro, bu balodan bizni qutqazgin. Fanfarajati sohratu fakharaju yamshun. Keyin uchalalari ham shu tosh qimmillab ochilib, odam chiqqidek joy bo'ldi. Bular o'sha nimalaridan, g'ordan chiqishib, yo'llariga ravona bo'lishdilar. Bu hikoyadan inson Alloh uchun, Allohning roziligi uchun qilgan amalini masalan o'ylab qo'yish kerak. Qani siz bilan biz hozir o'ylaylikki, Alloh uchun shu 3 ta odam shunaqa ish qilgan ekan. Biz nima ish qildik? Biz Allohning roziligi uchun umrimizda qilgan ishimizni sanaylikchi, qani bironta bir shunaqa yaxshi ish qilganmizmi? Shunaqa bir yomon ishdan o'zimizni qo'limizni tortganmizmi? Yoyinki bir birodarimiz omonati bo'lsa bizda shunaqa qilib ko'paytirib berganmizmi? Shuni, ya'ni bu ibrat siz bilan bizga. Ixlos kerak, niyatimiz yaxshi bo'lishligi kerak. Inson mo'min musulmon bo'lgandan keyin tilidan, qo'lidan boshqalarga zarari yetmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytdilar, agar sizlarning qo'llaringdan, tillaringdan birovlar solim bo'lsa, shundagina musulmon bo'lasizlar. Mo'min musulmon bo'lishlik oson emas. Boyatki bizni qo'limizdan, tilimizdan hech kim ozor topmasa, shundagina mo'min musulmon bo'lamiz. Bu hikoyadan ibrat olishligimizni hammamizga Alloh tabaraka taolo nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.